Do'stlar, TDM paytida TDM taktikalarini biz o'ylaganimizdek foydasi tegadimi? Xullas, hammaga hello o'rtoqlar, Shahvlogs kanalimizga xush kelibsizlar. Demak, bugungi videoroligimizda men sizlarga TDM uchun foydasi tegadigan taktikalarni ko'rsataman. Ya'ni arenani qayerda, qanday harakat qilish kerak, dushmanni qanday kutib olish kerak to'liq o'rgataman. Hozirgi ko'rsatayotgan taktikalarim ishonavering 100% bo'lmasa ham 70-80% atrofida sizlarga foydasi tegadi. Do'stlar, agarda mana shu videoroligimizda bir hafta davomida 5000 ta like yig'sa, men 325 dan 5 kishiga sovg'a qilaman. Buning uchun shunchaki mana shu videoroligimizga like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lasizlar va kommentariyada o'zingizlarning chiroyli izohinglar bilan PUBG Mobile ID raqaminglarni yozib qoldirasizlar. Opisiya va kommentariy orqali bizning Telegram kanalimizga o'tib, UC adminimizga bog'lanish orqali sizlar 376 yusini 54 mingga 780 yusini atigi 105 ming so'mdan xarid qilasizlar. Do'stlar, bizning videolarimizning tez chiqishi uchun sizlarni bir dona like ila va albatta akkauntingizga yus tushmoqchi bo'lsanglar, bizning xizmatimizdan foydalanishingiz kifoya. Telegram kanalimiz va UC adminimiz lichkasi kommentariy va opsiyada bor. Qani unda biz boshladik. Demak, birinchi taktika. Do'stlar, agarda biz xuddi mana shunaqa holatda bo'lsak va dushmanni qayerdan chiqishini aniq bilsak, mana bu yerdagi konteynerdan umniy usulda foydalansak bo'ladi. Xo'sh, buni qanday bajarsak bo'ladi? Demak, birinchi o'rinda konteynerlarga yaqinlashib olamiz. Xuddi shunday pozitsiyaga turib olgandan keyin joystick bilan sakraydigan knopkani to'g'riga suramiz va rezultatni ko'rishingiz mumkin. Umniy strategiya. Demak, bizda ikkinchi taktika. Do'stlar, TDMda mana bu va mana bu konteynerlardan ham foydali tarzda foydalanishimiz mumkin. Qanday deysizmi? Do'stlar, TDMda bir fishka bor. Ya'ni protiv dushmaningiz sizdan da balandroqda turgan bo'lsa, uni o'ldirish ehtimoli siznikiga qaraganda ko'proq. Ya'ni tepada turgan odam 70-80% atrof headshot oladi. Ya'ni mana bu holat kabi. Do'stlar, man va Flast o'zimizning kichkina konkursimizga start berdik. Sovg'alarning miqdorini ko'rib o'tishinglar mumkin. Bularni qanday yutib olish kerak deysizlarmi? Men kommentariya va opsiyada silka qoldiraman va silka orqali mana bu kanalga o'tasizlar. Va zakrepis yozuvga bosasizlar. Ko'rib o'tishinglar mumkin, salkam 5 kishiga 150 mingga yaqin pul beramiz. Har doimgidek 100 ta kanalga emas, atigi 3 ta kanalga podpiska bo'lsanglar bo'ldi. Va mana shu 3 ta kanalga podpis bosib, mana bu knopkani bosasizlar. Bo'ldi, sizlardan boshqa hech narsa kerak emas. Konkurs g'oliblari random tarzda mana shu kanalda 27-oktyabr kuni aniqlanadi. Sizlardan hech narsa ketmaydi, qatnashishni tavsiya etaman. Kanal silkasi video opsiyasi va kommentariyasida bor. Lekin o'rtoqlar, zonani bu tarafga bergan taqdirda ham mana bu konteyner bor. Sezgan bo'lsanglar, chiqib kelgan dushman birinchi mandan bitta headshot edi. Demak, bizda uchinchi taktika. Agarda dushman chiqish joyi aniq bo'lsa, bu vaziyatda biz 100% flopen o'tishamiz. Mana chiqayotgan paytimdagi selimga e'tibor beringlar. Flopen chiqayotgan paytda orujo selini har doim dushmanni kallasiga to'g'rilashga harakat qiling. Shunda sizlar o'ylagan rezultat, ya'ni chiqqandan tring headshot beradi. Xuddi mana bu holat kabi. Demak, bizda 4-chi taktika. Xuddi shunday kelyapmiz. Va jon yarim qoldi. Dushman rush qildi. Nima qilamiz? Xuddi mana shu joyga kelamiz. Ishonavering, dushman sizni pritselda kutib olishingizni xayoliga ham keltirmaydi. Shahomniy taktikalarni o'rganib qo'yish zarar qilmaydi. Sipa dushman uni joni yo'q deb rush qiladi, lekin sizlar men o'rgatayotgan taktikalarim orqali dushmanni o'ldirasizlar. Demak, bizda so'nggi taktika. Dushmanni o'qi qolmadi, lekin biz borgancha zajim qilib bo'ladi. Nima qilamiz? Mana bu knopkani bizga ancha foydasi tegadi. Ya'ni o'rtoqlar, chap yoki o'ngga qaralishimizda ham bizga headshot olishimizga ozgina bo'lsa ham turtki beradi. Siz ham bu usulni albatta sinab ko'ring.
Do'stlar, shu bilan birgalikda videoroligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, meni anchadan beri kuzatib kelayotgan va kanalimizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barchangizga kattakon rahmat. Albatta, meni qo'llab-quvvatlash niyatingiz bo'lsa va videoroliklarimiz tezroq chiqishini xohlasangiz, shunchaki bizani finansiy tomondan podderishka qilib, opisiya orqali o'tib bizdan UC xarid qiling. Va albatta, mana shu videoroligimdan ham bir dona layklarni ayamaysizlar degan umiddaman. Inson uchun eng qimmatli narsa bu vaqt. Va videoroligim mana shu 6 minut vaqtinglarni ajratishga arzirli bo'ldi degan umiddaman. Barchangizga katta rahmat, salomat bo'linglar.